Hammaga salom. Abrondilis kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz Easter Cup yangi turnir qo'shilibdi. Bunda bizga Messi, Ronaldo, Di Maria, Vidal, Modric yoki Vardilar tushishi mumkin. Kuchli o'yinchilardan. Qani ko'p gapirmasdan videoni boshladik. Tarkib tuzishni. Taktik sxema 5-3-2 taktik sxemasini tanlaymiz. Xo'p, bizga Modric tushmoqda. Video ko'ramiz. Qani kim bo'larkan Modric o'rniga? Xo'p, mana video ko'rdik. Bizga Cristiano Ronaldo. Albatta Ronaldoni olamiz. Darvozabon. Yaxshi darvozabon yo'q. Mayli Realchilar bo'lsa, bosib qo'yasizlar. Lunin. Himoyachi va omadimiz hammasi Ronaldoga ketib qoldi shekilli. Luke Shaw'ni olamiz. Mayli. Qanotga Marquinhos olamiz. Iloji yo'q boshqa. Bundan boshqa varianti ham yo'q. Militao. Formasi tushgan bo'lsa ham va nihoyat yaxshiroq himoyachi. Bastoni. Wow. Lorentini olaymi yo Valverdeni? Hozirroq kommentariyga yozib qo'yinglar. Lorente bilasizlar, Atletico Madridda o'ynadi. Atletico Madriddan oldin qaysi jamoada o'ynagan? Kommentariyaga albatta yozib ketinglar. Biz albatta men Valverdeni tanlayman. Sababi reytingi ham baland, o'yini ham kuchli. Hop, Zaire Emery yoki Rabio olamiz. Aytgancha videoga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanal silkasi описаниеda bo'ladi. Soboslay. Juda ham yaxshi ketmoqda hozircha. Bitta chap qanot himoyasi azizlar. Вообще ikkita Ronaldodan o'ynaymiz. Bunaqasi bo'lmagan. Uncha odamda bunaqa ikkita Ronaldo tushib qiyin. Shesni darvozabon tushmadi. Yana video ko'ramiz hozir. Mana video ham ko'rdik. Costa tushdi, yomon emas. Kukurella va bizga aynan chap qanot himoyachisi kerak edi. Va har doimgidek o'zimizni ofitsialniy duo ozgina o'zgartirish kerakdi. Agar shu videoni ko'rib turib like bosib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, akkauntinglar вообще dilisidagi eng chotka akkaunt bo'lib ketsin. Like bosmasanglar mayli, keyingi safar like bosasizlar degan umiddamiz. Xo'p, bu yerda Baldeni olganimiz yaxshiroq, chunki chap qanotda zaxiradan tushgani bitta o'yinchi kerak. Xo'p, bu yerda Pedroni olamiz. Yarim himoyachilarimiz bor bizni. Kunyani olamiz. Hozircha tarkibimiz ashyo zo'r ketmoqda. Due albatta. Pavlidis qaysi jamoada o'ynashini menimcha hech kim bilmaydi. Videoni ko'rib turganlardan. Faqat haqiqiy futbolni ishqibozlar biladi. Menga ko'proq baribir Dybala yoqadi. Chunki o'yini kuchli o'yinchi bo'lgan. Xo'p, tarkibimiz menimcha hozir ko'ramiz. Qana tarkib chiqadi tarkibimizdan. Ikkita Ronaldo tushdi. Ko'rishingiz mumkin. Bunaqasi kamdan kam. Kukurellani o'ng qanotga qo'yamiz. Yarim himoyada Valverde, Rabio, Soboslay. Videoga baho berib ketinglar. 1dan 10gacha sistemada. Menimcha bu ikkita Ronaldo tushgani uchun ham 10 bersanglar bo'laveradi. Xo'p, mana shu tarkibda o'ynaymiz. Zaxiradan tushgan o'yinchilar yomon emas. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalida yaqinda akkaunt konkursga qo'yiladi. Qaysi akkaunt desanglar, o'zimning akkauntim mana. Mana shu akkaunt konkursga qo'yiladi. Mana Viniciusni ko'rishingiz mumkin. 600. Mbappe 600. Ancha yaxshi bo'lishi mumkin bo'lgan akkaunt. O'yinchilar yaxshi. Shu bilan bugungi
Dream Draft turniriga o'xshagan kapimizdagi Dream Draft tarkibimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tarkibni ko'rishlar mumkin. Shu bilan videomiz tugadi. Hammaga rahmat.